İkinci bölümü. İkinci bölümü nasıl çıkardık? Şimdi bir yerden boş yerlere varam. Maaşım da çok uzun dedim. Bana aktarlar. Şunu toplagamdan keyin aytaman men. Hozir qolibdi men shu ishim. Men videosi yarim. Nima deysiz? Blok qilmadim men. Video tugadim. Ketdi. Voy bala, sakrashga chiqdi. Normal ekan. Yaxshi bo'ldi. O'zimlardan lekin sakrashga. Lekin bu yerdan sakrasam olmaydi. Yaklaş, bunu yaklaşlar. Şunu botaslar. Boltan olasılar, mana buzasılar. Şifne klaslar, mana koyasılar. Bunu şunu bosasılar, keyin şunu yurasılar. Bu düştük. Bu ya. Ya. Onu da çıksam ya. Ya zala. Uzun sıralardan lekin videomuz tugadi. Videomuz tugadi, qilinmadigan. Bekorga kirib qoldi she'rga. Endi yana bu safar qilamizda. Yo, nimalar bor ekan? Shu pulni joyimizda pastda bitta g'ol bor ekan. Oho, g'orda ichida lava ham bor ekan. Tikingaydi. G'orlarda hamma narsa bor ekan. Pastiga kirmabman. Yo! Yangida chiqdi-ku aytganchi mana shu. Mana shu zo'r joyda. Yo, mana shu bor ekan. Mana shu sizlarga o'rgataman hozir. Yangi litsenziyasi chiqdi. Bu kerak emas uncha. Hozir monolarni bussanglarim bular, bussanglar ichidan narsalar chiqib qoladi, chiqadi. Ana zombilar, iskeletlar bo'ladi. Keyin mana yoqda yotoqlar bo'ladi. Yotoqda uxlab olishga keyin mana bu sandiq bo'ladi. Sandiq ichidan narsalar chiqib qoladi. Ko'p. Mana bu ana skinpot qilib olsanglar bo'ladi. Keyin ana zombilar joyi qanday? Stopmamiz. Mana. Mana ana zombilar nima chiqadi? Mana aşağı o'ldiradi, oxirida mana shu yerdan kalt beradi. Olasizlardan mana shu yerda qaraysizlar sandiq bor. Bor sandiq. Mana shu qanday bosasizlar kalt bilan keyin ochiladi. Zo'r narsalar berib qoladi. Shu yerga umuman kirmabman. Mana shu sandiqlar bor. Ana shu kirib ochasizlarda. Keyin mana shu juda kuchli zombilar chiqadi. Keyin mana yerda men bilmayman, buni kim bilmayman. Mo kaltda. Yo, bilmaydi. Skelet ekan, skeletdan oldi. Ya. Bochi, ololmadim.
aytilmagan ekan. Bu ham skeletniki ekan. Keyin shu sandiqlardan narsalar chiqadi. Keyin zo'r narsalar chiqib qolishi mumkin. Keyin shular olasizlar, narsalarni ishlatasizlar. Bu narsalardan lekin yetkazib qo'ydim. Endi keyingi safar yutishim bo'ladi. Sizlar bilan xushnulik bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.